Hop, eritmalar, foiz konsentratsiyadan boshlaymiz. Hop, bu mavzuni misollarni ishlashdan oldin dastlab umumiy formulani bir takrorlab olsak. Foiz konsentratsiya o'zi nima? Foiz konsentratsiya 100 gram eritmada erigan moddaning massasi. Yoki bo'lmasa eritmadagi erigan moddaning umumiy eritma massasiga nisbati. Ya'ni foiz konsentratsiya m taqsim m shtrix ko'paygan 100 formula topiladi. Bunda yuqoridagi m erigan modda massasi, m shtrix esa umumiy eritma massasi. Agar shu formulani o'zida mana bu 100 ni o'chiradigan bo'lsak, massa ulush kelib chiqadi. Hop, massa ulush bu m taqsim m shtrixni o'zi bo'lar ekan. Hop, endi agar bizga foiz konsentratsiya yoki massa ulush berilgan bo'lsa, erigan moddaning massasini yoki m shtrixni qanday topamiz? Agar foiz konsentratsiyada topadigan bo'lsak, m ni o'zini topadigan bo'lsak, m teng s foiz ko'paygan m shtrix taqsim 100. Yoki m shtrixni topmoqchi bo'lsak, m shtrix teng 100 ko'paygan m taqsim s foiz. Massa ulishda-chi? Massa ulishda m teng massa ulush ko'paygan m shtrix. Agar m shtrixni topmoqchi bo'lsak, m teng m taqsim massa ulush bo'ladi. Demak, massa ulush bilan foiz konsentratsiyaning farqi tepada 100 ga ko'paygani yoki 100 ga ko'paymaganligida bo'lar ekan. Endi misollarni ishlashni boshlasak bo'ladi. Hop, shu vaziyatdan foydalanib eritmani zichligini topishni ham formulalarni yozib ketay. Hop, eritma zichligini topish. Rho keyin d belgisi, d harfi ham misollarda keladi. Hop, bu zichlikni topish uchun rho teng m shtrix eritmaning umumiy massasi taqsim v eritmaning umumiy hajmi odatda millilitrda keladi. O'lchov birligi esa gram taqsim millilitr bo'ladi odatda. Hop, agar bu d teng m shtrix taqsim v kelsa ham adashib yoki chalkashib bu nimaga bunaqa kelyapti deb chalg'imaslik kerak. Hop, bunda m shtrix topish rho ko'paygan v bo'ladi. Hajmni topish esa m shtrix taqsim rho bo'ladi. Hop, takrorlab olgan bo'lsak, endi misollarni boshlasak ham bo'ladi. Hop, birinchi masala. 400 gram 20% tuz eritmasidagi komponentlarning massalarini aniqlang. Demak, umumiy eritma massasi 400 gram. Hop, foiz konsentratsiya 20%. Mana bu foiz belgisi bo'lib qolibdi gram. Demak, m shtrix bor, foiz bor. Erigan modda massasi, ya'ni tuz massasini topadigan bo'lsak, m teng hop s foiz ko'paygan m shtrix taqsim 100 edi. Demak, 20 ko'paygan 400 taqsim 100 qiladigan bo'lsak, erigan modda massasi 80 gram bo'lar ekan, ya'ni tuz 80 gram. Umumiy 400 gramdan tuzni massasini ayirib tashlasam 80 ni 320 gram erituvchi, ya'ni suvga qolar ekan. Demak, suv 300, tuz massasi esa 80. Buni formulaga qo'ymay, proporsiya usulida ham ishlasak bo'ladi. Proporsiya usulida qo'yish uchun 400 gram umumiy massamiz 100% bo'lsa, erigan tuzni massasi 20%. 420 ga ko'paytirib, yana 100 ga bo'lsak ham 80 chiqaveradi. 400 dan yana 80 dan ayirsak 320 suvniki.
ikkala usulda ham ishlash mumkin. Demak, to'g'ri javob C variant ekan. 2-1 masala. 200 gram 10% eritmadagi erigan modda massasini aniqlang. Demak, proporsiya usulida ishlash ancha oson buni. 200 gram umumiy eritma massasi 100% bo'lsa, unda erigan moddaning foizi 10% ekan. 200 gramimiz 100%, 10%imiz qancha desak, 20 gram degan javob chiqadi. Demak, to'g'ri javob C variant. Hop. U kimlargadir formulada ketish ma'qul bo'lishi mumkin. Endi formulaga ham qo'yib qo'yamiz. Foiz konsentratsiyamiz 10% bo'lsa, massa ulushimiz demak 0,1. Hop, demak erigan modda massasi M ni topish uchun M' ni ko'paytirishimiz kerak edi massa ulushga. Hop, 200 ni M' ni ko'paytirsak 0,1 ga teng 20 gram degan javob chiqaveradi. 3-1 masala. 20 gram 10% eritmada necha gram erituvchi bor? Erituvchi va erituvchi. Hop, doim adashmasligimiz kerak. Bizga berilgan foiz odatda agar aytilmagan bo'lsa, masalan 20 gram 10% eritmada dedimi? Demak, bu erigan moddaning foizi. Hop, endi umumiy eritma har doim 100% bo'ladigan bo'lsa, bizda erigan modda 10% ekan. Demak, erituvchi qancha? Umumiy 100% dan erigan moddaning foizi 10% dan ayirsam 90% qoladi. Demak, bu erituvchining foizi. Hop, endi eritmamiz M' umumiy eritma massasi 20 gram ekan. Ya'ni bu 100%. Hop, erituvchining foizi esa 90% bo'lsa, 90%imiz qancha deb topamiz. 20 gram 100%, 90% qancha? Hop, 20 90 ko'paytirib 100 ga bo'lsak, 18 gram degan javob kelib chiqar ekan. Hop, endi ikkinchi usulda ishlasak ham bo'ladi. Yana bitta usuli bor. 10% dan ketamiz. 20 gramimiz M' 100%. Erigan modda massasi 10% ligidan foydalanib, uni massasini topsak, 20 ni 10% 2 gram bo'lar ekan. Bu erigan modda massasi. Umumiy massadan erigan modda massasini ayirsak ham 18 gram erituvchining massasi qolar ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. 4-2 masala. 30 gram suvga 20 gram tuz eritilsa, necha foizli eritma hosil bo'ladi? Hop, demak, idishda 30 gram suv bor edi. Unga 20 gram tuz qo'shsak, hop, eritma tarkibi o'zgaradi. Endi eritmada ham suv, ham tuz bo'ladi va eritmaning umumiy massasi 30 gram suvga 20 gram tuz qo'shilib 50 gram bo'ladi. Endi uni tarkibida tuzning massasi esa 20 gram. Endi eritmaning foiz konsentratsiyasini topish uchun erigan moddaning massasi 20 ni bo'lamiz eritmaning umumiy massasi 50 ga va ko'paytiramiz 100 ga. Hop, 100 ni 20 ko'paytirib 50 ga bo'lsak, 40% degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. Hop, 5-1 masala. 45 gram suvda qancha tuz eritilsa, 25% eritma hosil bo'ladi? Demak, 45 gram suvga noma'lum x gram tuz eritildi. Hop, eritmaning tarkibi o'zgardi. M' 45 plus x bo'lib qoldi. Uni tarkibidagi tuz massasi esa x gram. Hop, foizi esa erigan tuzning foizi 25%. Demak, hop, bu birinchi ikki xil usul ishlasak bo'ladi. Birinchi osonroq usulni qiyinroq usulda ishlaymiz.
Umumiy emishtirih 100%. Demek 45 plus x'imiz 100%. X erigan tuzimiz 25%. Buni hisoblaymiz. Hop, bitta narsani aytib o'tib ketaman matematik jihatdan. Mana shunaqa proporsiya turganda, mana bu 100 bilan 25 ga o'xshagan tepa-past turgan narsalar bir-biriga qisqarishi mumkin. Masalan, 100 ni 25 ga bo'lsam bo'ladimi? Bo'ladi. 100 ni 25 ga bo'lsam 4. 25 ni 25 ga bo'lsam bo'ladimi? Bo'ladi. 1 chiqadi. Demak, 4 va 1 qilib olib ketaman. 1 ni 45 ga ko'paytirsam 45 plus x teng 4 ni x ga ko'paytirsam 4x. 45 teng 3x, x teng 15 gram degan javob chiqar ekan. Demak, 45 gram suvga 15 gram tuz eritishimiz kerak ekan. Endi keyingi usul. Tuzni eritganimizda emishtirihimiz 45 plus x bo'lib qoldi. Tuzni massasi esa x bo'ldi. Hop, foizi esa 25% bo'ldi. Endi tuzni foizi 25% bo'lsa, umumiy eritma 100% edi. 100% dan ayirsam 25% ni 75% suvga qoladi. Hop, suvni foizini topgan sababi bizda suvni massasi aniq. Chunki dastlab 45 gram suv bor edi. Demak, 45 gram suvim 75% bo'lsa, 25% erigan tuzimning massasi qancha bo'ladi? Hop, 75 ni 25 ga bo'lsam 3, 25 ni 25 ga bo'lsam 1. 1 ni 45 ga ko'paytirib 3 ga bo'ladigan bo'lsam 15 gram degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C variant ikkala usulda. 6-birinchi masala. 30 gram tuz qancha suvda eritilsa 40% eritma hosil bo'ladi. Demak, noma'lum asal suvga 30 gram tuz eritsak, hop, hosil bo'lgan eritmaning umumiy massasi emishtirih x plus 30 gram bo'ladi. Unda erigan tuz massasi esa 30. Foizi esa 40% bo'lishi kerak ekan. Demak, tuzimizning foizi 40 bo'lsa, suvning foizi, demak 100 dan 40 nersam 60%. Demak, 30 gram tuz 40%, 40%, 60% esa suvniki, ya'ni erituvchiniki. Topamiz. 60 ni 30 ga ko'paytirib 40 ga bo'ladigan bo'lsak, 45 gram degan javob chiqar ekan. Demak, suvning massasi 45 gram. Hop, demak, to'g'ri javob C variant. 7-birinchi masala. 4 mol suvda 8 gram tuz eritilsa, necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak, 4 mol, ya'ni 1 mol suvim 18 gram, 4 moli 72 gram suvda, demak 72 gram suvda 8 gram tuz eritilsa, hosil bo'lgan eritmaning massasi emishtirih 72 plus 8 teng 80 gram. Unda erigan tuzning massasi esa 8 gram bo'lsa, uni foiz konsentratsiyasi qancha bo'ladi? Erigan tuzning massasi 8 ni bo'laman umumiy eritma massasi 80 ga ko'paytiraman 100 ga. Hop, 800 ni 80 ga bo'lsam 10% degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob B variant. 8-birinchi-savol. 144 gram suvda 0,2 mol glyukoza, ya'ni C6H12O6 eritilsa, necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak, 144 gram suv, unda eritilgan glyukoza 0,2 molni massasini topamiz. Hop, S6H12O6, buni molyar massasi 180 gram va u 1 mol. 0,2 mol esa 180 ni 0,2 ga ko'paytirib 1 ga bo'ladigan bo'lsak 36 gram. Demak, 36 gram glyukoza 144 gram suvda eritilgan.
va yangi eritma hosil bo'lgan eritmani m shtrihi esa umumiy massasi 144 plus 36 teng 180 gram bo'lib qolgan. Bunda 36 gram glyukoza erigan. Uni foizini topadigan bo'lsak, erigan modda glyukozaning massasi 36 ni bo'lsak 180 ga ko'paytirsak 100 ga. 20% degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti. 9-birinchi masala. 6 mol suvda 0,4 mol glyukoza eritilganda necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak, 6 mol suv. 6 mol suvning massasi. 1 mol suvimiz 18 gram. 6 mol suvimiz esa 18 ni 6 ga ko'paytirsak, 108 gram bo'lar ekan. 108 gram suvda 0,4 mol glyukoza. Glyukozani bundan oldin yozgandim. Molyar massasi 180 grammi 1 mol edi. 0,4 moli demak 0,4 ni 180 ga ko'paytirsak 72 gram bo'ladi. Demak 72 gram glyukozani 108 gram suvda eritsak, umumiy massasi m shtrihi 108 plus 72 ya'ni 180 gramli eritma olinar ekan. Xo'p, bundagi glyukoza massasi esa 72 gram bo'ladi. Uni foizini topadigan bo'lsak, 72 ni bo'lamiz 180 ga ko'paytiramiz 100 ga. 40% degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob D varianti. 10-birinchi masala. 64,6 gram suvda 4,48 litr normal sharoitda ammiak eritilsa, necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak, 64,6 gram suvda 4,48 litr ammiak eritilsa, ammiak formulasi NH3, uni 17 grammi 22,4 litr bo'ladi. 4,48 litr esa normal sharoitda 3,4 gram bo'ladi. Demak, 3,4 gram ammiak eritilgan va eritmamiz m shtrih teng 64,6 ga qo'ysak 3,4 ni 7 0 yo'q 68 gramli eritma olinar ekan. Unda erigan ammiakning massasi esa 3,4 gram. Uni foizini topadigan bo'lsak, erigan modda massasi 3,4 ni bo'lamiz 68 ga ko'paytiramiz 100 ga. 5% degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti. 11-birinchi masala. 40 gram 20% natriy xlorid eritmasiga 10 gram sof natriy xlorid qo'shilganda necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak, m shtrih 40 gram bo'lgan, foizi 20% eritma bo'lgan dastlab. Undagi erigan modda massasini topsak, m teng bo'lgan 40 ko'paygan 0,2 ya'ni 8 gram. Shu eritmaga yana 10 gram sof tuz qo'shilsa, ya'ni natriy xlorid. Hosil bo'lgan eritmamiz umumiy massasi 40 plus 10 teng 50 gram bo'ladi. Hop, tuzning massasi esa o'zi 8 gram edi, yana 10 gram qo'shilsa 18 gram tuz bo'ladi. Hop. Endi buni foizini topsak, umumiy erigan tuzning massasi 18 ni bo'lamiz. Umumiy eritma massasi 50 ga ko'paytiramiz 100 ga. Hop, 18 50 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak, 36% degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C varianti. 12-birinchi masala. 40 gram 10% natriy xlorid eritmasiga 10 gram suv qo'shilganda necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak, dastlab m shtrih 40 gram bo'lgan, foiz 10%li. Erigan natriy xlorid massasi esa
40 ko'paygan 0,1 ya'ni 4 gram bo'lgan. Hop, bu eritmaga 10 gram suv qo'shilyapti. Shunga e'tibor beramiz. Suv faqat eritmaning umumiy massasini oshiradi. Yangi eritmada m' teng 40 plus 10 teng 50 gram bo'lib qoladi. Hop, eritgan tuzning massasi esa o'zgarmaydi, 4 gramligicha qolgan. Hop, buni foizini topadigan bo'lsak, umumiy erigan tuz 4 gramni bo'lamiz 50 ga, ko'paytiramiz 100 ga. 4 ni 50 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 8% degan javob chiqadi. Demak, eritmamiz 8% bo'lib qolgan. To'g'ri javob D varianti. 13-birinchi masala. 150 gram 20% va 50 gram 40% natriy xlorid eritmalari aralashtirilganda necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak, birinchi eritmamiz m' 150 gram foizi 20%. Erigan tuzning massasi esa 150 ko'paygan 0,2 teng 30 gramli eritma ekan. Hop, ikkinchi eritmamiz m' 50 gram foiz konsentratsiyamiz 40%. Erigan tuzning massasi esa 50 ko'paygan 0,4 teng 20 gram bo'lgan ekan. Ikkala eritma aralashtirilsa, umumiy eritmaning massasi 150 plus 50 teng 200 gram bo'lib qoladi. Erigan umumiy tuzning massasi esa dastlabkisida 30 gram edi. Yana 20 gram qo'shilsa, umumiy erigan tuzlar massasi 50 gram bo'lib qoladi. Foiz konsentratsiyasi esa tuzning massasi 50 ni bo'lsam 200 ga, ko'paytirsam 100 ga, hop 25% bo'lar ekan. 50 ni 200 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 25% eritma hosil bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti. 14-birinchi masala. 50 gram 10% sulfat kislota eritmasiga 60% sulfat kislota eritmasidan qancha qo'shilsa 50% eritma hosil bo'ladi? Demak, m' umumiy massasi 50 gram bo'lgan 10% sulfat kislota eritmasi. Unda qancha sulfat kislota bor? 50 ni ko'paytirsam 0,1 ga 5 gram sulfat kislota bo'lgan. Keyingi eritmada m' noma'lum x olaman. Foiz konsentratsiyamiz esa 60%. Massa so'lishda esa u 0,6 bo'ladi. Unda erigan sulfat kislota esa x ko'paygan 0,6 ya'ni 0,6x bo'ladi. Bu ikkita eritmani aralashtirsam m' 50 plus x gram, erigan umumiy sulfat kislotam esa 5 plus 0,6x gram bo'ladi. Foiz konsentratsiyam esa 50%. Buni massa so'lishda hisoblaydigan bo'lsam 0,5 bo'ladi. Demak, erigan umumiy sulfat kislotalar massasini 5 plus 0,6x ni bo'lsam 50 plus x ga chiqish kerak ekan 0,5. Hop, matematik jihatdan o'zimga oson bo'lish uchun 0,5 ni 1/2 deb yozib olaman. 2 ni 5 ga ko'paytirsam 10 plus 0,6 ga ko'paytirsam 1/2x teng 50 plus x. 50 dan 10 ayirsam 40. 1/2x ni x dan ayirsam 0,2x teng 50 dan 10 ayirsam 40. X teng 40 taqsim 0,2. Hop, 40 ni 0,2 ga bo'lsam 200 degan javob chiqar ekan. Buni matematik jihatdan kasrni oson bo'lishini ham o'rgatib ketaman bir yo'la. 40 ni taqsim 0,2 degani bu 40 taqsim 1 bo'lingan 2 taqsim 10 degani. Kasrga aylantirib olamiz. Kasrlar bo'lish qoidasi bo'yicha birinchi son 40 taqsim 1 joyda qoladi va bo'lishni ko'paytirib o'shirasiga aylantirib, mana bu kasrni sonlarni aylantiramiz. 10 taqsim 2 teng
qirqni 10ga ko'paytirsam 400, 400 ni 2 bo'lsam 200 degan son chiqadi. Demak, to'g'ri javob D varianti ekan. 15.2 masala. 20% va 50% osh tuzi eritmalari qanchadan aralashtirilsa 600 gram 40% eritma hosil bo'ladi. Demak, dastlab ikkita eritma. Birinchisida M' noma'lum bo'lgan uchun x olaman. Foiz konsentratsiyam 20%. Demak, erigan modda massasi x ko'paygan 0,2, ya'ni 0,2x gram tuz bo'lgan eritmada. Keyingi eritmamiz M' noma'lum bo'lgan uchun y olaman. Foiz konsentratsiya 50%. Erigan tuzning massasi esa hop y ni 0,5 ga ko'paytirsam 0,5 y. Hop, endi buni oldingi masalalarda ham yoki bu masalada ham 50% 0,5 ko'p olib ketyapman. Shunga chalg'iyotganlar bo'lishi mumkin. Dastlab birinchi marta bu misollar ishlayotgan odamlarda. Hop, men foiz konsentratsiyani massa ulushga aylantirib olib ketyapman. Shunda 50% doim foiz konsentratsiya massa ulushga aylantirish uchun foizni 100 ga bo'lishim kerak. 50 ni 100 ga bo'lsam 0,5 bo'ladi. Hop, massa ulushda nima uchun massa ulushga ketyapman? Erigan modda massasini topishda massa ulushga ketish yaxshiroq. Massa ulush ko'paygan M' bo'ladi doim. Hop, endi misol davom ettiramiz. Ikkinchi eritmamizda 0,5 y tuz erigan ekan. Endi bu ikkala eritmani aralashtirsam M' umumiy x plus y, ya'ni 600 gram bo'lib qolibdi shart bo'yicha. Tuzning massasi esa 0,2x plus 0,5 y, ya'ni 600 ko'paygan 0,4 ga teng bo'lib qolgan. Bo'ldi, ikki nomonni tenglama. X plus y'imiz 600 bo'lsa 0,2x plus 0,5 y'imiz 600 ko'paygan 0,4 240. Hisoblaymiz. Tepani 0,2 ga ko'paytirib, yo'q, tepani 0,5 ga ko'paytirib ayirsak y'lar qisqaradi. Hop, 0,5x dan 0,2x ni ayirsam 0,3x. 600 ni 0,5 ga ko'paytirsam 300, 300 dan 240 ni ayirsam hop 60. X teng 60 taqsim 0,3 bo'ladi. Hop, bu 200 gram chiqadi bundan. Agar x'imiz 200 bo'lsa, y'imiz 600 dan 200 ayirsak 400 gram ekan. Demak, 200 va 400 gramli eritmalar bo'lgan ekan. Demak, to'g'ri javob D. 16. masala. 250 gram 40% osh tuzi eritmasida qancha sof osh tuzi eritilsa 50% eritma hosil bo'ladi. Hop. M' 250 gram bo'lgan 40% osh tuzi eritmasi, erigan modda massasi 250 ko'paygan 0,4, ya'ni 100 gram bo'lgan. Demak, 100 gram tuz erigan. Dastlab suvni massasi esa 250 dan 100 ni ayirsam 150 gram bo'lgan dastlab. Hop, endi bu eritmaga x gram tuz qo'shsam eritma tarkibi o'zgaradi. M' 250 plus x gram bo'lib qoladi. Hop, bizlar eritmaga osh tuzi qo'shyapmiz, suv emas. Demak, suvning massasi o'zgarmaydi va 150 gacha qoladi. Endi hosil bo'lgan eritmada tuzning foizi 50% ekan. Ya'ni 50% bo'lib qolibdi. Demak, suvning foizi qancha? 100 dan 50 ga ayirsam 50% bo'lib qolgan suv. Hop, bizlarda suvning massasi aniq. Suv massasi bo'yicha ketaman. Dastlab 150 suv edi. Keyingi eritmada ham 150 gram suv bo'lgan. Chunki eritmaga suv qo'shilgani yo'q. Agar 150 gram suv 50% bo'lsa, umumiy eritmaning massasi 100%.
qancha bo'ladi? Hop, 150 ni 100 ga ko'paytirib 50 ga bo'lsam 300 gram bo'lib qolishi kerak ekan. Dastlab eritmam qancha edi? 250 edi. Keyin u 300 bo'lgan. Demak, bunga qancha tuz qo'shilgan? 300 dan ayirib bersam 250 ni 50 gram sof tuz qo'shilgan bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti. 17-birinchi masala. 100 gram 60% nitrat kisloti eritmasiga qancha gram suv qo'shilsa, 30% eritma hosil bo'ladi. Xo'p. Dastlab M' 100 gramli 60% nitrat kisloti eritmasi. 100 gramning 60% ham 60 gram bo'ladi. Demak, 60 gram nitrat kislota bo'lgan va unga x gram suv qo'shilgan. Dastlabki eritmada 60 gram nitrat kislota bo'lgan bo'lsa, 100 dan 60 ni ayırsam 40 gram suv bo'lgan. Hop, keyingi eritmamizda M' 100 plus x bo'lib qoladi. Foiz konsentratsiyasi esa 30% bo'lib qolibdi. Demak, faqat suv qo'shilgan. Shu sababli nitrat kislota massasi o'zgarmagan, 60 gramligicha qolgan. Suvning massasi o'zgargan. Hop, agar nitrat kislotamizda 60 grami 30% bo'lib qolgan bo'lsa, demak, qolgan 70% suvga tegishli. 100 dan 70 ni ayirsak, 30 ni ayirsak. Demak, 60imiz 30 bo'lsa, 70%imiz qancha? 70 ni 60 ga ko'paytirib 30 ga bo'ladigan bo'lsak, hop, 140 gram degan javob chiqar ekan. Demak, suvning massasi 140 gram bo'lib qolgan. Suv dastlab 40 gram edi, keyin 140 bo'lib qoldi. Demak, qancha suv qo'shilgan? 140 dan ayirsam dastlabki 40 gram suvni 100 gram demak suv qo'shilgan. To'g'ri javob demak A variantida berilgan ekan. 18-birinchi masala. 30 gram osh tuzi eritmasida 15 gram sof osh tuzi eritilsa, 40% eritma hosil bo'ldi. Dastlabki eritma konsentratsiyasini foizda aniqlang. Demak, dastlab M' 30 gramli eritma bo'lgan. Undagi erigan tuzning massasi va foiz konsentratsiyasi bizga noma'lum. Hop, unga 15 gram sof osh tuzi qo'shilsa, tuz eritma tarkibi o'zgaradi. M' 30 ga 15 ni qo'shsam 45 gram bo'lib qoladi. Tuzning massasi esa 15 plus x bo'lib qoladi. Foiz konsentratsiyasi esa 40% bo'lib qolibdi. Demak, 45 gram umumiy eritma massasi 100% bo'lsa, unda erigan tuzning massasi 40% qancha bo'ladi? Hop, 45 ni 40 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsam 18 gram degan javob chiqar ekan. Demak, tuzning massasi 18 gram bo'lib qolgan. Ya'ni 15 plus x 18 gramga teng bo'lgan. X teng 3 gram ekan. Demak, dastlab eritmada 3 gram tuz bo'lgan. Dastlabki eritma foiz konsentratsiyasini topish uchun endi 3 gram dastlab erigan tuzni va bo'laman umumiy eritma massasi 30 ga ko'paytiraman 100 ga. Teng 10% eritma bo'lgan ekan dastlab 30 gramli eritmamiz. Demak, to'g'ri javob A varianti. 19-birinchi masala. 360 gram glyukozaning suvdagi eritmasida 18 mol kislorod atomi bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang. Demak, M' 360 gram bo'lgan glyukozaning suvdagi eritmasi. Demak, 360 gramimiz glyukoza bilan C6H12O6 va suvdan iborat ekan. Ularning moli noma'lum. Shu sabab glyukozani x mol, suvni y mol deb tanlab olsam, hop, glyukozaning molyar massasi 180, suvniki 18. Demak, 180x plus 18y hop 360 gram ekan. Ulardagi kislorod atomlarining jami yig'indisi esa 18 ta. X mol glyukozada 6x mol kislorod bor.
Y mol suvda esa Y da teng 18 ekan. Xo'p, pastni 18 ga ko'paytirib ayrsam y'lar ketadi. 18 ni 6 ga ko'paytirsam va 180 dan ayirsam 72x qolar ekan. Teng 18 ni 18 ga ko'paytirib 360 dan ayirsam 36 qolar ekan. X teng 36 taqsim 72, ya'ni 0,5 mol bo'lgan ekan dastlab glyukoza. Xo'p, suvni moli bizga shart emas. Foiz konsentratsiyasini topish uchun 0,5 mol glyukoza massasi 0,5 ni ko'paytirsam 180 ga 90 gram glyukoza bor ekan bu eritmada. Uni foizini topish uchun hop 90 ni bo'laman umumiy massa 360 ga ko'paytiraman 100 ga. Teng 25% degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. 20.1 masala. 40 ml eritma zichligi 1,2 gram taqsim millilitr bug'latilganda 12 gram sof tuz kristallari qoldi. Boshlang'ich eritma foiz konsentratsiyasini aniqlang. Eritmani bug'latsak, suv chiqib ketadi va uni ichida erigan tuz qoladi. Bu yerda bizga aytayapti 12 gram sof tuz kristallari qoldi degani, hop, eritmada dastlab 12 gram tuz erib turgan bo'lgan. Demak, birinchi M' topamiz. M' topish formulasi zichllik bo'yicha rho ko'paygan V edi. Demak, shundan foydalanib 40 ni ko'paytirsam 1,2 ga dastlab 50 gramni eritma bo'lgan. Unda erigan tuz esa hop 12 gram bo'lgan ekan. Endi foiz konsentratsiyasini topish uchun 12 ni bo'lamiz 50 ga ko'paytiramiz 100 ga. Xo'p, matematikasida sal adashibman. 40 ni 12 ga ko'paytirsak, 1,2 ga 50 emas 48 chiqar ekan. Demak, 12 ni bo'lar ekanmiz 48 ga ko'paytiramiz 100 ga. Xo'p, bular qisqarsa 1 ga 4, 1 ni 4 ga bo'lsam 0,5, 100 ga ko'paytirsam 25% eritma bo'lgan ekan. Xo'p, demak, to'g'ri javob D variant. 21 masala. 100 gram 50% eritmaga 400 gram suv qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini aniqlang. Hop, hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini, foiz konsentratsiyasini aniqlang desa to'g'riroq bo'lardi. Hop. M' 100 gram, foiz konsentratsiya esa 50% bo'lgan. Unda erigan tuz esa 100 ko'paygan 0,5, ya'ni 50 gram bo'lgan ekan. Bu eritmaga 400 gram suv qo'shsak, yangi eritmamizning umumiy massasi M' 100 plus 400 teng 100 plus 400 teng 500 gram bo'lib qolgan. Suv qo'shilyapti, demak eritmadagi tuzni massasi o'zgarmagan, ya'ni u 50 gramligicha qolgan. Hop, endi buni foizini topadigan bo'lsak, 50 gram tuzni bo'lamiz umumiy 500 ga ko'paytiramiz 100 ga. 10% degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob A variant. 22 masala. 400 gram 50% sulfat kislota eritmasiga 100 gram sof sulfat kislota qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini aniqlang. Massa ulushini foizda aniqlang. M' teng 400 gram bo'lgan. Foiz konsentratsiya esa 50%. Erigan sulfat kislota massasi 400 ko'paygan 0,5, ya'ni 200 gram bo'lgan ekan. Bu eritmaga 100 gram sof sulfat kislota qo'shsak, yangi eritmaning umumiy massasi M' 400 ga 100 ni qo'shsak 500 gram bo'lib qoladi. Erigan sulfat kislota massasi esa 200 edi, unga yana 100 qo'shilsa 300 gram bo'lib qolgan. Foiz konsentratsiyasini aniqlasak, 300 ni bo'lsak 500 ga ko'paytirsak 100 ga 60% eritma hosil bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob
A variant. 23 masala. 400 gram 20% va 100 gram 80% eritmalar aralashtirilganda necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak, dastlabki eritmamiz M' 400. Hop, foiz konsentratsiyasi esa 20%. Erigan modda massasi esa 400 ko'paygan 0,2 teng. Hop, 80 gram bo'lgan ekan. Ikkinchi eritmamiz M' 100 gramli. Foiz konsentratsiyasi esa 80%. Erigan modda massasi esa 100 ni ko'paytirsak 0,8 ga. Bunda ham 80 gram bo'lgan ekan. Ikkala eritmani aralashtirsak, hop, M' 400 ga 100 ni qo'shsak 500 gram bo'lib qolgan. Erigan umumiy tuzlarimiz esa 80 ga 80 qo'shsak 160 gram bo'lib qolgan. Foiz konsentratsiyasi esa 160 taqsim 500 ko'paygan 100 teng. Hop, 160 ni 500 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 32% eritma hosil bo'lgan ekan. Demak, to'g'ri javob A variant. 24 masala. 400 gram 10% sulfat kisloti eritmasiga qancha gram 60% sulfat kisloti eritmasi qo'shilsa 20% eritma hosil bo'ladi? Demak, M' 400 gram bo'lgan 10% sulfat kisloti eritmasida erigan sulfat kisloti massasini topish uchun 400 ni 0,1 ga ko'paytirsak, hop, 40 gram bo'lgan ekan. Hop, bunga aralashtirsak M' noma'lum, ya'ni x gram bo'lgan. Foizi 60% eritmani. Erigan kislotani massasi esa bunda x ko'paygan 0,6 teng 0,6 x gram bo'lgan. Ikkala eritmani aralashtirsak M' 400 plus x gram. Umumiy sulfat kislota massasi esa 40 plus 0,6 x gram bo'lib qolgan. Hop, foiz konsentratsiyamiz esa 20%, massa olishda esa 0,2 bo'lgan. Demak, 40 plus 0,6 x ni bo'lsam 400 plus hop x ga teng 0,2 bo'lgan. 0,2 ni men hop 1 taqsim 5 deb yozsam ishlashga osonroq misol. 5 ni 400 ga ko'paytirsam 200, 5 ni 40 ga ko'paytiraman. Qo'shsam 0,6 x ni 5 ga ko'paytirsam 3x teng 400 plus x. 3x dan x ni ayırsam 2x. 400 dan 200 ni ayırsam 200. X teng 200 ni 2 ga bo'lsam 100 gramli eritma bo'lgan ekan. Demak, to'g'ri javob A variant. 25 masala. 200 gram 24% eritmaga qancha gram suv qo'shilsa 16% eritma hosil bo'ladi? Demak, M' 200 gram foizi esa 24% eritma bo'lgan. Erigan modda massasi 200 ko'paygan 0,24, ya'ni 48 gram bo'lgan ekan. Hop, ushbu eritmaga x gram suv qo'shsak eritmaning umumiy massasi 200 plus x gram bo'lib qoladi. Erigan modda massasi esa o'zgarmaydi, ya'ni 48 gramligicha qoladi. Sababi eritmaga faqat suv qo'shilyapti. Foiz konsentratsiyasi esa 16% bo'lib qolar ekan. Demak, 200 plus x'im 100% bo'lsa 48 gram 16% ekan. Mana shundan foydalanib ishlasak ham bo'ladi. Hop, bunda 16 ni 200 ga ko'paytiramiz, x ga ko'paytiramiz. Ishlayversak bo'ladi. Men osonroq usulni o'rgataman. 16 ni 200 ga ko'paytiryapmaymiz. 48 ni 100 ga ko'paytirib 16 ga bo'lsam, mana bu ikkalasini umumiy massasi kelib chiqadi. 200 plus x ni. 48 100 ga ko'paytirib 16 ga bo'lsam, bu yerda 300 chiqardi. Demak, 200 plus x'im teng 300 gram bo'lar ekan. Hop, x'im teng 300 dan 200 ayırsam
100 gram suv qo'shish kerak ekan. Demak, to'g'ri javob A variant. 26-birinchi masala. 1 mol litil gidroksid 4 mol suvda eritildi. Olingan eritmaning massa ulushini aniqlang. Foizda. Demak, 4 mol suv. 4 mol suvning massasi 4 ko'piga 18 teng 72 gram suvda 1 mol litil gidroksid eritilibdi. Buni 1 molning massasi 24 gram. Xo'p, yangi eritma hosil bo'ladi. M' 72 plus 24 teng 96 gram bo'lib qolar ekan. Erigan litil gidroksid massasi esa 24 gram. Foizni topadigan bo'lsak, 24 ni bo'lamiz 96 ga, ko'paytiramiz 100 ga. Xo'p, 24 ni 24 ga bo'lsam 1, 96 ni 24 ga bo'lsam 4. 1 ni 4 ga bo'lsam 0,25, uni 100 ga ko'paytirsam 25% eritma hosil bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. 27-birinchi masala. 20 mol suvda qancha mol kalsiy bromid eritilsa 10% eritma hosil bo'ladi. Demak, 20 mol suv massasi 20 ko'paygan 18 teng 260 gram suvda x mol kalsiy bromid eritildi. X mol kalsiy bromidning massasi 200x bo'ladi. M' 360 plus 200x bo'lib qoladi. Erigan modda massasi 200x bo'ladi. Foiz konsentratsiyamiz esa 10% bo'lib qolibdi. Xo'p, endi ishlashga oson bo'lishi uchun erigan kalsiy bromidni massasi 200x imiz 10%. Bu yerda 360 gram suv bor. Xo'p, buni foizi 10 bo'lsa, suvning foizi demak 90%. Uni massasi esa 360. Xo'p, demak 90 bilan 10 90 va 10 tepa past bo'lgancha qisqaradi. 90 ni 10 ga bo'lsam 9, 10 ni 10 ga bo'lsam 1. Bu yerda 200 bilan 36 ham qisqaradi. Ikkalasini bittadan 0 ga qisqartiraman. 9 ni 20 ga ko'paytirsam 180x teng 36 ni 1 ga ko'paytirsam 36. X teng 36 taqsim 180 teng 0,12 degan javob chiqar ekan. Demak, 0,2 mol kalsiy bromid qo'shishimiz kerak. Demak, to'g'ri javob B variant. Xo'p, 28-birinchi masala. 600 gram 35% va 400 gram 20% eritmalardan foydalanib 25% eritmadan qancha gram tayyorlash mumkin? Xo'p, bu misolda qaysidir eritma to'liq olinmaydi. Yo 35% dan yarmini yoki kamroq yoki ko'proq. Yoki 20% eritmadan kamroq, ko'proq olishimiz mumkin, lekin ikkalasini ham to'liq olmaymiz. Xo'p, men hozir bunga xato yo'lini ham ishlab ko'rsataman, to'g'ri yo'lni ham ko'rsataman. Birinchi ikkalasini to'liqdan olaman. Xo'p, dastlab M' 600 foiz konsentratsiya 35%. Erigan tuz massasi esa 600 ni ko'paytiraman 0,35 ga teng 210 gram. Keyingi eritmam M' 400 foiz konsentratsiyam esa 20%. Xo'p, erigan moddaning massasi 400 ko'paygan 0,2 teng 80 gram. Bu ikkalasini aralashtirsam to'liq M' teng 1000 gram bo'lib ketadi. Xo'p, erigan moddaning massasi esa 210 ga 80 ni qo'shsam 270. Foiz konsentratsiyam esa 270 taqsim 1000 ko'paygan 100 teng 27% bo'lib qolar ekan. Xo'p, biz esa 25% olishimiz kerak. Endi shu yerdan bilib olaman qaysi eritmadan kamroq, qaysi eritmani to'liq olishim kerak. Foizim 27% bo'lib ketyapti, ya'ni berilgan foizdan oshib ketyapti. Men buni foizini kamaytirish uchun berilganlardan foizi kattasini to'liq olmayman.
foizi kichigini to'liq olaman. Demak, bu yerga m' 400 gram bo'lgan 20% eritmani to'liq olaman. Hop, undagi tuz esa 80 gram edi. m' 600 gramli eritmani to'liq olmayman. Uni qanchadir gramni olaman. Shu sababli massa x. Foizi esa 35%. Uni x gramidagi 35% eritmada erigan modda massasi 0,35x. Bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, m' teng 400 plus x bo'lib qolibdi. Tuz massasi esa 80 ga 0,35. 80 plus 0,35x bo'lib qolibdi. Foiz konsentratsiyasi esa 25%. Demak, 80 plus 0,35x taqsim 400 plus x teng. Mana buni mas'ulishda 0,25 bo'ladi. 0,25 ni men 1 taqsim 4 deb yoza olaman. 80 ni 4 ga ko'paytirsam 320. 0,35 ni 4 ga ko'paytirsam 1,4x teng 400 plus x. 1,4x dan x ni ayirsam 0,4x. 400 dan 320 ayirsam 80. X teng 80 taqsim 0,4 teng 200 gram bo'lar ekan. Demak, 600 gramli eritmani 200 gramni olishim kerak. Shunda hosil bo'lgan eritma massasi 400 plus x edi. Ya'ni 400 plus 200 bo'lgan ekan. Umumiy massa esa 600 gramli eritma olsam bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti.